Foyda qilamiz kanalning qadrli obunachilari. Bugungi obzorimizda xuddi shu ko'rib turganlaringdek fast food sohasini yangi boshlayotganlar uchun xudo xolasa video qilib chiqdik bugun. Xo'p, fast foodga nimalar ketadi, nech pul bilan ish boshlab olsam bo'ladi? Hozir video davomida xuddi shu savollarga javob berib ketamiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'ringlar, sizlarga ham bizga ham manfaatli bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishdan chiqmasin, maksimalni shu sohada o'rtalarga joylab qo'ysalaring, xudo xolasa bu videomizdan hammaga hamda bizga ham sizga ham manfaatli bo'ladi. Qani bo'lmasam biz videoni boshladik. Qani bo'lmasam biz videomizni boshladik. Birinchi bo'lib biz fast food sohasi uchun kerak bo'ladigan 4 ta apparatdan boshlaymiz. Bu 4 ta apparat qanaqa apparat desalaring, toster, izgara, frityur hamda doner o'chog'imiz kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga ko'ngilning xarakteristikasini necha o'lch ishlaydi, narxi qanday hozir video davomida aytib o'taman. Qani bo'lmasam biz birinchi o'rinda tosterlarimizni obzor qilishni boshlaymiz. Tosterlarimiz lekin saralanib qoldi, xolos 15-20 kunda keladi. Tosterlarimiz Xitoyniki bor, Turkiyaniki bor. O'zdan ko'rib turibsizlar, Turkiyaniki Silver brendiniki bo'ladi, Xitoyniki Astar firmasiniki bo'ladi. Ikkalasi ham narxlari bir xil. Hozir hamma narxlarni aytib o'taman. 3 oylik servis garantiyamiz bor. Xo'p, birinchi o'rinda biz 34 lik tosterimizni aytamiz. Ikkita bosadiganlik bo'ladi, 34 razmerli bo'ladi. Xo'p, bu tosterimiz narxini $320 qilib qo'yganmiz. Navbatdagisi yonidagi tosterimiz. Navbatdagi tosterimizni keladigan bo'lsak, navbatdagi tosterimiz Xitoy zavodskoy Astar firmasiniki 20 lik toster hisoblanadi. Mana katslarni o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Bu xolos 3 oyda servis garantiya qilib qo'yganmiz. Bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, bunimiz narxini esa skidka narxida $185 qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa shu oy oxiri, nari oy oxirigacha xudo xolasa chegirma narxlarda bo'ladi. Navbatdagi tosterimiz bu lapatali toster bo'ladi. Ko'proq xudoylarning noniga bo'ladi bu. Buning narxini $170 qilib qo'yganmiz. Bu endi ancha-muncha odam suyormaydi, kerak emas narsa. Xo'p, tosterimizda Turkiyaning gazlisi ham bor. Turkiyaning gazlisi 16 lisi bor, 20 lisi bor. Hozir ko'rib turganlaringda bu 20 lik toster bo'ladi. Turkiyaning gazlisini 20 lisi. Oldi ko'rinish xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Bunga 3 oy servis garantiya qilib qo'yganmiz. Bunimiz narxini $230 qilib qo'yganmiz, xudo xolasa. Bexijolat pastga nomer qilib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Bo'lni O'zbekiston bo'ylab boshqa chet ellarga ham xudo xolasa dostavka qilib beramiz. Xo'p, navbatdagi tosterimizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi tosterimiz Turkiyaning 20 lik toster hisoblanadi. Turkiyaning 20 lisi ham bor, lekin обычный 16 lisi ham bor. Ikki xil razmerdagi bo'ladi. Narxlari keladigan bo'lsak, eng standart narxlarda $200 ga $180 qilib qo'yganmiz. $180 esa 16 lik toster hamda $200 esa 20 lik toster hisoblanadi. Xo'p, navbatdagi tosterimizga keladigan bo'lsak, tepada turganda jijik kattaroq 36 lik razmerdagi bunimiz narxini $170 qilib qo'ydik. Tosterlarimiz xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Xitoyniki, Turkiyaniki qaysi bir yaxshi degan savol bo'lishi mumkin. Xo'p, bunimizda endi materiali keramikalik, sal boshqacha materiali bo'ladi. Tosterda bosadigan joyi hamda buniki nimali bo'ladi? Cho'yalli bo'ladi. O'shuna hisobda farq qiladi, lekin ishlash prinsipi hamma yo'g'i xudo xolasa 3 oyda bunga garantiya qilib beramiz. Inshaalloh chiroyli narxlarda qilib qo'yganmiz. Xo'p, endi navbatdagi apparatlarga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi apparatlar frityurnicha bo'ladi. Frityurnichalarimiz har xil turlari mavjud. 4 litrdan ketaveradi, 11 litrgacha qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa bexijolat narxlarda. Hozir men sizga narxlarni aytib o'taman. Xo'p, frityurnichani ikkitaligi bor, bittaligi bor. Bular hozir обычный 5,5 litrdan hisoblanadi. Xitoy zavodskoy frityurnichalarimiz bo'ladi. Bular narxiga keladigan bo'lsak, bittalisini $55 qilib qo'yamiz, hamda ikkitalisini $100 qilib qo'yamiz. Xuddi shu ko'rinishda 5,5 litr, 8 litr hamda 11 litrliklari bor. Mana buni 8 litrlik hisoblanadi. Ishlarni ko'ringlar. 8 litr hisob. Mana bunisi 8 litr hisoblanadi. Ishlar bilan ko'ringlar mana. Xuddi shu ko'rinish bo'ladi. Xudo xolasa bular ham 8 litr, 11 litr, 5,5 litr hammasi narxlarini chiroyli qilib qo'yganmiz. Xo'p, bittali 5 litrligimiz narxini $55, xuddi shuni ikkitalisi narxini $100, 8 litrligimiz bittalisini $80 hamda 8 litrli ikkitalisi narxini $130 qilib qo'yganmiz. Hamda bundan ham kattaroq kerak desalaring, mana 11 litrliklar bo'ladi. 11 litrliklar xuddi shu ko'rinishda bittalisi ham bor, ikkitalisi ham bor. Bittalisi narxini esa $110, ikkitalisi narxini $210 qilib qo'ydik. Xudo xolasa frityurnichalarimiz eng xadovoy, eng zo'r ketadiganlar hozircha shular hisoblanadi. Pastga nomerlar qo'yib qo'yganmiz, bemalol aloqaga chiqib, o'sha fast foodga nima kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, endi biz navbatdagi apparatga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi apparatlarimiz shunaqa izgaralar hisoblanadi. Izgara nima vaysma bajaradi deganlarga, izgara kotlet, shunga o'xshash go'shtli mahsulotlar pishiradigan apparat hisoblanadi. Buni ikki xil razmerdagi bor. Bag'da Turkiya modelimiz ham bor.
Turkiya modelimiz narxini 230 dollar qilib qo'yamiz. 220 da ishlaydi. Soatiga 3 kilovatmi, 2,5 kilovat примерно расход qiladi. Bunimiz narxini 230 dollar qilib qo'yamiz. Hamda bu kichikroq, menga tekizroq keladiganlarga mana bu tekizrog'i bu ko'rinishi. Lekin buni yarimi g'adir budur, yarimi tekizi ham bor. 70% silliq, 30% g'adir budur. Xuddi shu ko'rinishlar bularni o'zlari 220 da ishlaydi. Xitoy zavodskiy izgarlarimiz hisoblanadi. Bunimiz narxini 210 dollar qilib qo'yamiz. Ikkalasining ham narxi bir xil. Xohlasangiz bundan qilib beramiz, xohlasangiz bundan qilib beramiz. Eng oxirrog'ida mana chekara olib ketib qopti. Naryoqda 53 sm-lik eng xadovoy sotiladigan izgaramiz bor. Bunimiz narxini 130 dollar qilib qo'yamiz. Hamma apparatimni 3 oy servisli garantiya bilan qilib beraman. Izgaralarimiz xuddi shu. Endi biz donor o'chog'imizga o'tadigan bo'lsak, donor o'chog'imiz mana xuddi shu ko'rinishda bo'ladi. Turkiyaniki gazli bo'ladi, propalli. Hozir nalichi bir dona hop xolos. Qo'yalarni hozir qarasam tugab qopti. Bunimiz 2 talisi ham bor, 3 talisi ham bor, hamda 4 tali hamda 5 tali shunisi hisoblanadi. Buni gazlisi ham bor, propalligi ham bor. Sizlarga qaysi biri sharoitlarning qaysi birini ko'taradigan bo'lsa, o'shalardan qilib beraveramiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, propallisidan boshlasak, propalli 2 talisini 290 dollar qilib beramiz. Propalli 3 talisini 310 dollar qilib beramiz. Propalli 4 talisini 340 dollar, hamda propalli 5 talimizni 360 dollar qilib qo'yamiz. Bularda toklisi ham bor. Toklisi qanaqa desalaring, toklisi motorchili bo'ladi, lekin narxi juda qimmatroq chiqadi. Xo'p, toklisini 2 talisini 350 dollar, toklisini 3 talisini esa 440 dollar, toklisini 4 talisini esa 480 dollar, hamda toklisini 5 talisi ham bo'lishi kerak. 5 talisini narxi 540 dollar qilib qo'yamiz. Xudo xolos fast food yo'nalishi xuddi shu apparatlar ketadi xolos. Mana bunaqa pichoqlarimiz bor, hamda donor go'shtini kesadigan pichoqlarimiz ham bor. Xudo xolos bemalol passiv bilan qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqib bog'lanishinglar mumkin. Hamda eng xadovoy ketayotgan Gankon Waflins ham bor. Waflinslar 18 xil, 15 xil narxlari bor. Videoda hozir qo'yamiz, videocha uzayga ketib qolish mumkin. Shuni hisobga videoda shu yerda to'xtatamiz. Fast food yo'nalishida kimga qanaqa tanishlaring bo'lsa video jo'natib qo'yinglar. Xudo xolos sizlarga ham, menga ham manfaatli bo'ladi video. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib, videoga yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz chiqmasin. Maksimal xudo xolos o'rtalarni jo'natib qo'ysangiz video manfaatli bo'ladi. Keyingi videolarda xudo xolasa katta obodonyalarda video qilishdan to'xtamaymiz. Sizlar faqat podleshkada bo'lsanglar hisob. Hammaga rahmat.